Nima uchun qarg'alar eng aqlli qush hisoblanadi? Qarg'alar ayyor bo'lishiga qaramay, ular biz o'ylaganimizdan ancha zakovatlidir. Oksford universiteti olimlari bitta qarg'a olib, u ustida tekshiruvlarni amalga oshirganda, ular hayratda qolishdi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, Betty deb nomlanuvchi bu qarg'a o'zining qafasidagi ba'zi simlarni olib, qandaydir ilmoqli asbob yasagan. Bu asbob uning uchun ovqat solinadigan idish edi. Yangi Kaledoniyalik qarg'alar korvid qushlar oilasiga kiradi. So'nggi yillarda ushbu qushlarning miyalari har qachongidan ko'ra ko'proq o'rganilmoqda. Hech shubha yo'qki, ularning ba'zilari ta'sirchan kognitiv qobiliyatlarga egaligi tasdiqlanmoqda. Aql idrok miyada amalga oshadigan jarayondir. Aqlli primatlar, shu jumladan odamlar, miyalarida neokorteks deb nomlangan ma'lum bir tuzilishga ega. Bu esa bilimlarni qabul qilishga yordam beradi deb o'ylashadi. Korvidlar xususan bunday tuzilishga ega emaslar. Ammo buning o'rniga ularda xuddi shunday aqliy xususiyatni ta'minlaydigan zich joylashgan neyronlar to'plami mavjuddir. Ba'zi qushlar Yangi Kaledoniyalik qarg'alar kabi ajoyib ishlarni amalga oshirishi mumkin. Izlanishlar oqibatida qarg'alar o'zlariga kerak bo'lgan o'simlikni har qanday holatda ham topa olishadi. Hattoki ular boshqa o'simliklar barglari bilan yopilib qolgan bo'lsa ham. Bundan ko'rinib turibdiki, ular aynan o'zlarining maqsadi yo'lida harakat qiladi. Biz o'ylaymizki, faqat inson ongli mavjudot deb. Lekin shunday bir mustasno holatlar ham borki, ularni inkor qilib bo'lmaydi. Qarg'alarning aqlini tahlil qilishda hayvonning evolyutsiyasiga e'tiborsiz bo'lib bo'lmaydi. Yangi Kaledoniyalik qarg'alar turli xil narsalardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirgan insondan keyingi o'rinda turuvchi hayvondir. Ushbu xususiyatlarni yana boshqa turdagi hayvonlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, shimpanze, to'tiqush, alligator va hatto qisqichbaqalar ham.